Hammaga salom. Bu videoda D5 renderni o'rnatishni o'rganib olamiz. Birinchi navbatda uni saytiga kirib olamiz. d5render.com va free downloadni bosamiz. Keyingi navbatda biz o'zimizga profil ochib olishimiz kerak. Bu kelajakda agarda podpiska sotib olmoqchi bo'lsak, o'shaning uchun kerak bo'ladi. Podpiska bizga qo'shimcha material va modellarni ishlatib bilishimiz uchun kerak. Podpiskasi uncha qimmat emas, hozir $37 adashmasam 1 oyga beradi. Dastur mutlaqo bepul, unda bepul foydalansa ham bo'ladi. Ya'ni oddiy o'zingiz tayyor modellarni kirgizib, bemalol interyer render, arxitektura render qilsa bo'ladi. Podpiska faqat o'sha qo'shimcha material va modellarni ishlatish uchun kerak, xolos. Xo'sh, loginni ochib olamiz. Xo'p, skachat qilgan installni yoqib o'rnatishni boshlaymiz. Bu yerda videoda ko'rsatilgandek bosib chiqamiz install now. Launcher o'rnatildi. Endi login va parolimizni kirgizib qo'yamiz. Xo'sh, endi navbat dasturni o'zini skachat qilishimiz kerak. Ancha kattaroq, unga vaqt talab qilinadi. Workflow bo'limiga kirib, installni bosamiz. Hech nimaga tegib o'tirmaymiz, prosta installni bossak, u o'zi skachat qilib o'rnatib oladi. Internet tezligiga qarab, yarim soatdan 1 soatgacha vaqt kerak bo'ladi. Skachat qilib bo'lishini kutamiz. Xo'p, o'rnatib bo'ldik. Endigi navbat 3D Max bilan uylaydigan sinxronizatorni o'rnatishimiz kerak. Buning uchun Sync bo'limiga kirib, 3D Maxda installni bosamiz. Skachat qilib bo'lgandan so'ng o'rnatishni taklif qiladi. OKni bosamiz. Dali, agar hamma Maxga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, prosta dalini bosib o'tiraverasiz. U o'zi avtomatik sizda bor Maxni o'zi topib oladi, ichiga o'rnatadi. Agar yo'q, faqat bitta Maxga kerak bo'lsa, o'sha faqat o'zingizga kerak bo'lgan Maxni tanlaysiz. Bo'ldi, ustanavitni bosamiz. U o'zi pluginlarni 3D Max ichiga o'rnatib oladi. Zaвершitni bosamiz. Va dasturni ishlatib ko'ramiz. Birinchi marta zapus qilganda ko'p o'ylanadi, nastroyka qilib oladi. Sabr bilan kutamiz. Kompyuterning kuchiga ham bog'liq, menimcha. Bitta video karta ham juda muhim rol o'ynaydi. Kamida 8 gigabaytlik video karta bo'lsa, menimcha kichkina interyer va eksterierlarni ishlasa bo'ladi bemalol. Biz hozir notebookga o'rnatyapmiz. Notebookda bizda 6 gigabayt video karta, 30-60 turibdi adashmasam. Xo'sh, dastur почти ishga tushyapti. Shunaqa birinchi kirganimizda bizni kutib olishadi. Bitta bizga hozircha hech nima kerak emas. Don't show again'ni bosib X qilib yopib yuboramiz. Bitta dastur qanaqa ishlaydi, knopkalarni o'rgatgan inglizchalab. Biz keyingi videolarda o'zimiz o'rganib olamiz bu narsalarni. Xo'sh, endi 3D Max bilan sinxronizatsiya ishlayaptimi yo'qmi tekshirib olamiz. Buning uchun programmadan chiqib turamiz. Va 3D Max'imizni ishga tushirganimizdan so'ng bizda tepada burchakda уже D5 knopkalari tomalchani o'zi chiqadi. Xo'sh, nimadir yasashimiz kerak. Men oddiy plane bilan box yasab qo'yaman. Va birinchi knopkani bosamiz. Saqlanib qilishni so'rayapti. Saqlanib qilib olamiz. Va qaytadan D5 bosamiz.
avtomatiskiy DB5 yoqib oladi. Sahnangizni kattaligiga qarab zagruzka ancha vaqt olishi mumkin. Bunaqa kichkina sahnani u srazu o'tkazib oladi. Sinxronizatsiyada почти hamma narsani o'tkazib beradi, kameradan tashqari. Ya'ni 3D model, materiallar va освещениеni o'tkazib beradi. D5 da, конечно, настройка qilish kerak bo'ladi, chunki Maxdagi yorug'liklarni noto'g'ri настройкасini o'tkazib oladi. Hop. Dasturimiz ishga tushdi va mana Maxdagi boxer plane o'tdi. Ham narsani donshovni bosib qo'yamiz, kerak emas bizga. Hop, ko'rganingizdek, Maxdagi modelni u avtomatik tarzda D5 ga o'tkazib oldi va sinxronizatsiya ishlaydi. Qanaqa ishlashini hozir ko'rsatib beraman. To есть Max o'ynada agar biz nimadir qilsak, bu yoqda D5 da ham xuddi shu narsa ko'rsatiladi. Ya'ni qanaqadir model yasaymizmi, nimadir qo'shamizmi, avtomatik D5 sahnasiga o'tadi. Sahna qancha murakkab bo'lsa, shuncha ko'p vaqt talab qiladi, ya'ni qotib qoladi ozgina. O'shaning uchun sahnani 100% tayyorlab olib, keyin sinxronizatsiya qilgan yaxshi. Hozircha shu, keyingi videoda xudo xolasa bitta tayyor interyerni D5 ga import qilib, uni noldan render qilgunga qadar o'rganib olamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.